Safarda sunnat namozlarini o'qish. Savol. Assalomu alaykum. Yaqinqi yillardan buyon diyorimizda namozni qasr qilish, qisqartib o'qish shartiga to'shadigan safarga chiqqan kishi sunnat namozlarini o'qimaydi. Chunki Alloh yo'lovchiga osonlik yaratib berish uchun farz namozni qasr qilib o'qishga buyurgan. Shunga sunnat namozlarini o'qishning hojati yo'q deydigan safar jarayonida vaqt keng tasha bo'lsa-mu, sunnat o'qimaydigan ahvol ko'payib ketdi. O'qiymizmi yoki o'qimaymizmi? Mushu vaqtdagi to'g'ri fatvolarni bayon qilib bergan bo'lsalar. Yana bir savol. Namozni qasr qilib o'qiganda sunnatmi qasr qilinamdi yoki farzli qasr qilinamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Aldı bilan shuni aytib o'tish kerakki, sunnat ta'kidlangan sunnat va ta'kidlanmagan sunnat deb ikki qismga bo'linadi. Sunnatning bu har ikki qismi nafl namoz qatoriga kiradi. Chunki nafla degan so'z ortiq deganlik bo'ladi. Nafl namozlar farz namozdan ortiq holatda farzdagi nuqsonni to'liqlash uchun va yana texmi ortiq savobga erishish uchun farzdan ortiqcha o'qiladigan namozdir. Demak, har qanday sunnat namoz nafl namoz hisoblanadi, lekin har qanday nafl namoz sunnat hisoblanmaydi. Balki ba'zilari sunnat, ba'zilari mutlaq nafl namoz bo'ladi. Masalan, namoz o'qish makruh bo'lmagan vaqtlarda xohlagancha o'qiladigan muayyan vaqt talab qilinmagan namoz nafl namozdir. Sunnat namoz emasdir. Aksicha, muayyan vaqt talab qilingan kechadagi tahajjud namozi, chashka vaqtida o'qiladigan chashka namozi sunnat namozdir. Mutlaq nafl namoz deganimiz odatda namoz o'qish cheklanmaydigan chaqlarda savobga erishish uchun xohlagancha o'qiydigan namozdir. Sabablik sunnat namoz deganimiz tahorat olgandan keyin, masjidga kirgandan keyin kun tutilganda o'qiydigan namozlardek biror sabab tufaylidan o'qiydigan namozlardir. Farz namozning oldi keynida o'qiladigan sunnat namozlar bo'lsa, 5 vaqt farz namozlarning har birining oldi keynida o'qiladigan 3 rakat namoz bo'lib, qamdat farzidan burun 2 rakat, peshin farzidan burun 4 rakat, peshin farzidan keyin 2 rakat, shamdan keyin 2 rakat, xubtandan keyin 2 rakat. Bu sunnat namozlarning fazilati haqida nurg'un hadislar kelgan. Masalan, Ummu Habiba radhiyallohu anha rivoyat qilib aytdiki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimki bir kecha kunduzda 12 rakat nafl namoz o'qisa, buning sababidan Alloh uningga jannatdan bir uy bino qilib beradi deganligini anglagan. Janobi Alloh safar ustida 4 rakatlik farz namozlarni qasr qilib 2 rakat o'qishga ruxsat qilgandir. Buningda barliq olimlar ittifoq, ammo safar ustida sunnat namozlarini o'qishda olimlar ixtiloflashgan. Birinchi, ko'pchilik olimlarning qarshida safar ustida sunnat va boshqa nafl namozlarni o'qish mustahab. Bu ko'p sahoba va tabiinlarning, shundaqla ko'pchilik olimlarning qarshidir. Ikkinchi, Hanbali mazhab olimlari safardagi kishi bomdodning 2 rakat sunnati bilan vitrni qo'ldan bermay o'qiydi. Qolgan farz namozlarning oldi keynida davomli o'qiladigan sunnat namozlarini o'qishda ixtiyorligi bor. Xolis o'qiydi deb qaraydi. Imom Ahmad rahmatullohi alayhidan farz namozlarning oldi keynidagi o'qiladigan sunnat namozlarni safarda o'qish masalasi haqida so'ralganda, safarda nafl namoz o'qisa hech gap bo'lmas deb umid qilaman deb javob bergan. Demak, bu qarashma sunnat namozlarini o'qisa bo'ladi deb qaraydi. Ko'pchilik bilan farqi, ko'pchilik mustahab desa, bu qarash kishining ixtiyorligiga qo'yib qo'ygan joiz yoki odatdagidek ta'kidlanmagan ish. Kishining ahvoliga qarab, ba'zida mustahab bo'lishi mumkin deb qaraydi. Imom Ibn Taymiya bu qarashni mundaq izohlagan. Farz namozlarning oldi keynidagi sunnat namozlarini o'qishmi, olimlar har ikki ish joiz bo'ladi deb ittifoq qilgan ishlar bobidandir. Chunki uni xohlagan kishi qiladi, xohlaganlar qilmaydi. Bu barliq imomlarning ittifoqi bilan shundaqdir. O'qish yoki o'qimaslik har ikkisi joiz bo'lgan namoz bo'lsa, ba'zida inson uniga ehtiyoji bo'lg'achqa o'qish afzal bo'lishi mumkin. Ba'zida naflidinmi afzal bir ish bilan shug'ullangan ahvolda uni o'qimasligi afzal bo'lishi mumkin. Demak, 4 mazhab imomlari shundaqla asosan ko'pchilik olimlar sunnat namozni safarda o'qisa bo'ladiganligida ittifoq. 3. Hozirgi zamon Saudiya Arabistondagi bir qism olimlar bomdodning 2 rakat sunnatidan vitrdan boshqa 5 vaqt namozning oldi keynida o'qiladigan sunnat namozlar safar ustida o'qilmaydi deb qaragan. Bu Ibn Umar radhiyallohu anhumaning qarishidir. Bular safarda vitr namozi, kechadagi tahajjud namozi, yana barliq mutlaq nafl namozlar, yana biror sabab bilan o'qiladigan, masalan, tahorat olgandan keyin o'qiladigan namoz, chashgoh namozi, kun yoki oy tutilish namozi qatorliq sunnat namozlar o'qiladi. Yana tilovat sajdasi qilsa, tahiyyatul masjid o'qisa bo'ladi deb qaraydi. Imom Navaviy aytadi:
Bizning Şafii mazhab imomlarimiz mayli 5 vaqt farz namozning oldi orqada davomli o'qiladigan sunnat namozlari bo'lsin, mayli boshqa nafl namozlar bo'lsin, umuman safar ustida nafl namozlarni o'qish mustahab deb qaraydi. Bu bizning mazhabimiz. Shundaqla Al-Qosim ibn Muhammad, Urva ibn Zubayr, Abu Bakr ibn Abdurrahman, Malik va ko'pchilik olimlarning qarishidir. Tirmizi sahabalardan bir guruhi Ahmad, Ishaq va ahli ilmlarning ko'pchiligi mushu qarashda bo'lgan deb, yana bir turkum olimlar farz namozlarning oldi keynida o'qiladigan sunnat namozlar safarda o'qilmaydi deb qaragan degan. Bu Ibn Umar radhiyallohu anhudan sahihaynda kelgan qarashdir. Dalil jihatdan ko'pchilik olimlarning safar ustida sunnat va boshqa nafl namozlarni o'qish mustahab degan qarashi kuchli bo'lib, bu qarashning dalillari ko'p. Masalan, birinchi Salim aytdiki, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma safarda tahajjud namozini ulug'ining ustida o'qiyveradi. Qayoqqa yuzlanib qolishiga parvo qilmaydi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulug'i qayoqqa qarab mangsa, shu yoqqa qarab ulug'ining ustida nafla va vitr namozi o'qiydi, lekin uloq ustida farz namoz o'qimaydi. Bu hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning safar ustida nafli bilan vitrni o'qiganligini ko'rsatadi. Vitrmo ko'pchilik olimlarning nazarida sunnatdir. Ikkinchi, Imom Buxoriy sahihida Nabiy sallallohu alayhi vasallam safarda bomdodning 2 rakat sunnatini o'qigan deb rivoyat qilgan. Aslida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan bir safarda bo'lib, kechichi yo'l yurgachga arg'anliqdan bomdod namoziga uyg'onolmay kun chiqib qolgan. Shuning bilan ular kun ko'tarilguncha yurgan. Andan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ulg'idan tushib tahorat olgan. Andan Bilal bomdodga azan to'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 2 rakat o'qib bo'p, andan bomdodni o'qigan. U kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har kuni o'qigandakla o'qigan. Mana bu hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning safar ustida farz namozdan ilgari sunnat o'qiganligini isbotlaydi. U bo'lsa-mu bomdodning 2 rakat sunnati. Imom Navaviy aytadi: Bu hadisdan ko'rinib turibdiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bomdodning farzidan burun o'qigan ashu 2 rakat bomdodning sunnatidir. 3. Abdurrahman ibn Abi Layla rivoyat qilib deydi-ki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning chashgohni o'qiganligini Ummu Hani radhiyallohu anhadan boshqa biri bizga ko'rganligini xabar qilib boqmagan. Ummu Hani Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka fath qilingan kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallamning uning uyida g'usl qilib 8 rakat namoz o'qiganligini aytib, men u zotning uningdan yengilroq ruku sajdalari mukammal namoz o'qiganligini ko'rib boqmagan dedi. Muslim rivoyatida andan 8 rakat chashgoh namozi o'qidi deb kelgan bo'lib, Imom Navaviy bu hadisning sharhida mundoq deydi: Ummu Hani radhiyallohu anhaning chashgoh namozi o'qidi degan so'zi bu namozning tonilib muqarrar bo'lib ketgan sunnat ekanligini, bu namozni chashgoh namozi niyatida o'qiganligini aniq ifodalashdir. Bu hadismi safar ustida vaqtga chetishliq chashgoh namozidan iborat sunnat o'qiladiganligini isbotlaydi. 4. Bara ibn Azib radhiyallohu anhuma aytadi: Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan 18 qatim safarda birga bo'ldim. Men uning kun qiyilgan vaqtda peshindan burun 2 rakatni tark qilganligini faqat ko'rib boqmadim. Bu hadisning dalolatimi safarda farz namozlardan ilgari keyingi sunnatlarning o'qiladiganligini ko'rsatadi. 5. Hajjaj ibn Artat Atiyyadan rivoyat qiladi-ki, Ibn Umar radhiyallohu anhuma men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga safar ustida peshinni 2 rakat o'qib, orqadan 2 rakat o'qidim degan. Yana Ibn Abi Layla Atiyya va Nafi'lardan rivoyat qiladi-ki, Ibn Umar radhiyallohu anhuma men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan muqim turgandimi, safardimi birga namoz o'qigan. U zot bilan birga muqim turganda peshinni 4 rakat, orqadan 2 rakat o'qidim. U zot bilan birga safar ustida peshinni 2 rakat o'qib, orqadan 2 rakat o'qidim. Asrni 4 rakat o'qib, keynidan hech namoz o'qimadi degan. Imom Navaviy yuqorqi 2 hadis to'g'risida mundoq deydi: Atiyya, Hajjaj va Ibn Abi Layla hammasi zaif raviylardir. Shundaq turuqliq ular rivoyat qilgan bu hadisga Tirmizi Hasan deb baho bergan. Balki bu hadis uning nazarida boshqa rivoyatlari bilan kuchlangan bo'lsa kerak. Buningga o'xshash mazmunda ba'zi zaif hadislarmi bor. Masalan, Tavus rivoyat qiladi-ki, u Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini anglagan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muqim turgandimi, safar qilgandimi o'qiydigan farz namozni belgilagan. Biz muqim turgandimi uning oldi keynida namoz o'qiydik. Safardami uning oldi keynida namoz o'qiydik.
Bu hadisning imom Tahaviy qilgan rivoyatida mundoq kelgan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq degan: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muqim turgan holatda farz namozni 4 rakat, safarda 2 rakat belgilagan. Muqim holatda farz namozining oldi keyinda nafl namoz o'qilgandekla safar ustidami farz namozning oldi keyinda nafl namoz o'qiladi. 6. Ali radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safarda nafl namozlarni o'qiydi. 7. Abdurrahman ibn Yazid rivoyat qilib deydi-ki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu haj qilganda men uning xizmatida bo'lgan edim. Biz xubtanga azan aytganda yoki shuningga yaqin bir chaqda Muzdalifaga keldik. Abdullah bir kishini azan va takbir aytishga buyurib, Shamni va uning 2 rakat sunnatini o'qidi. Andan kashf tamoq akeldirib yedi. Andan bir kishini azan va takbir aytishga buyurib, xubtanni 2 rakat o'qishga buyurdi. Tang so'zlashigila bamdatni o'qib, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bugungi mushu kunda, mushu o'rinda, mushu namozdan boshqa namoz o'qimaydi dedi. Abdullah yana mundoq dedi: kishilar Muzdalifaga kelgandan keyin o'qiladigan sham bilan tang so'zlashigila o'qiladigan bamdat asli vaqtidan o'zgartirilgandir. Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning shunda qilganligini ko'rgan. 8. Hasan Basri biz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sahobalarni ko'rgan. Ular safarda farz namozlarning oldi keyinda namoz o'qiydi degan. Ibn Abi Shayba yana Anas ibn Malik, Abdurrahman ibn Aswad, Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Jabir ibn Abdullah, Umar, Abu Zar, Ali ibn Abi Talib, Ibrahim Naxai, Al-Qasim, Urva ibn Zubayr qatorliq nurg'un sahaba va tabi'inlarning safarda nafl namoz o'qiganligini rivoyat qilgan. 9. Abdurrazzaq Sarviydan, u Hammaddan, Hammad İbrahim Naxaidan, Hazreti Ömer Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhular safar ustida farz namozlarni ilgari va keyin namoz o'qiydi deb rivoyat qilgan va men Sarviyning shunda qilganligini ko'rdim degan. 10. Sunnat namozlarning yo'lga qo'yilishida farz namozlarda yuz beradigan kamtulikning o'rnini to'ldirish va yana shaytonning farz namozlarni tashlashga vasvasa silishidan saqlanish ko'zda tutilgan. Safar ustida bu ma'nolar yana mavjud. Demak, sunnat namozlarini o'qishda muqim kishi bilan safardagi kishi o'xshash. Safardagi kishi sunnat o'qisa hech qanday zararga uchirmaydi. Chunki uni ulug'i va qatnash vositasidan yerga tushmayla o'qib olsa bo'ladi. Hamda safar ustida sunnat o'qilsa bo'lmaydi deb qaragan bir qism olimlarning qarashiga nazar solsak, bu qarash yuqorqi Ibn Umar radhiyallohu anhuning qarashiga asoslangandir. Bularning dalili bo'lsa, Hafs ibn Asim rivoyat qilib deydi-ki, men Ibn Umar radhiyallohu anhuning mundaq da'vat qilganligini anglagan. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hamroh bo'lgan edim. U zot safarda 2 rakatdan ortiq namoz o'qimaydi. Abu Bakr, Umar va Osmonlarga hamroh bo'lgan edim. Ularmi shundoq qiladi. Alloh ulardan rozi bo'lg'ay. Uningga qarta ko'pchilik olimlarning javobi: safarda nafla va sunnat namozlarini o'qish to'g'risida kelgan hadislar isbotlag'uchi, o'qimaslik to'g'risida kelgan hadis inkor qilg'uchi bo'lg'achqa, isbot mazmunidagi hadislar bu hadisning oldida turdi. Ibn Umar radhiyallohu anhuning ko'rmaganligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning faqat qilmaganligini bildirmaydi. Balki yo ko'pincha ahvolda qilmaganligini yoki qilgan bo'lsa-mu Ibn Umar radhiyallohu anhuma uni ko'rmay qolgan bo'lishini yoki Ibn Umar radhiyallohu anhuning ko'rgini ba'zi vaqtlarda bo'lgan ahvol ekanligini bildirdi. Balki ba'zida farzdan boshqa namozlarni chidirda o'qigan bo'lsa, Ibn Umar radhiyallohu anhuma ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin. Har holda bu sunnat va nafl namozlarni safarda o'qimasimi bo'lganligini bildirdi. O'qisa bo'lmaydiganligini bildirmaydi. U ko'rmagan bo'lsa, boshqalar ko'rgandir. Masalan, bamdatning 2 rakat sunnatini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning safar ustida o'qiganligi yuqorida sahih hadisda bayon qilindi. Buni boshqalar ko'rgan va rivoyat qilgan. Yana Osman radhiyallohu anhuning keyingi chaqlarda Minada 4 rakat namozni qasr qilmay to'liq o'qiganligini Ibn Umar radhiyallohu anhuma o'zi rivoyat qilgan. Masalan, Nafi rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma mundoq degan: men Minada Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr bilan Umar bilan va Osman bilan xalifa bo'lgan dastlabki chaqlarda qasr qilib 2 rakatdan o'qigan. Keyincha Osman to'liq o'qidi. Bu hadisning Muslimdagi yana bir rivoyatida oxirida mundoq kelgan: keyin Osman 4 rakat o'qigan. Shunga Ibn Umar radhiyallohu anhuma imom bilan o'qiganida 4 rakat o'qiydi. Ashu namozni yolg'iz o'qisa 2 rakat o'qiydi.
Mana bu Osman radhiyallohu anhuning yana tahi ibn Umar radhiyallohu anhumaning o'zining safar ustida ba'zida farzni qasr qilmay 4 rakat o'qiganligini aniq ko'rsatdi. Demak, ibn Umar radhiyallohu anhumaning yuqoridagi ko'rmadim degan so'zidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning va Abu Bakr, Umar, Osman radhiyallohu anhularning safarda sunnat namozni mutlaq o'qimaganligi chiqmaydi. Ba'zilar Alloh taolo safar ustida yengillatish uchun farz namozning yarmini qisqartib o'qishga ruxsat qilgan tursa, farzni qisqartib turib nafl namoz o'qishni talab qilishi mumkin emas deydi. Buning javobi ikki xil bo'ladi. Birinchisi, namozni o'qishni talab qilmaganligi o'qimasa ayblanmaydiganligini bildiradi. O'qisa ayblanadiganligini bildirmaydi. Ikkinchisi, farz degan o'qimasa bo'lmaydigan namozdir. Agar to'liq o'qish belgilangan bo'lsa, uni to'liqlash farz bo'lgan bo'ladi. Ammo nafl va sunnat namoz degan insonning ixtiyoriga qo'yilgan amaldir. Shunga uni qilsa mayli deyish safardagi kishiga osonlik bo'ladi. U xolisa o'qib savobga erishadi, xolisa o'qimaydi, gunohmi bo'lmaydi. Yana hozirgi zamon Saudiya Arabiston olimlaridan ba'zilar safarda bomdodning sunnati vitr namozi, kechadagi tahajjud namozi, yana barliq mutlaq nafl namozlarni o'qisa bo'ldiganligiga hadisda kelgan deb sabab ko'rsatdi-yu. Biroq uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning safarda qilganligi hadisda kelmagan namozlarni joiz deydi. Masalan, tahorat olgandan keyin o'qiladigan namoz, kun yoki oy tutilish namozi, tahiyatul masjid qatorliq sabablik sunnat namozlarni o'qisa bo'ladi deb qaraydi. Buningdan ma'lum bo'ladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safarda o'qimagan deyilgan ashu sunnat namozlarni Rasulullohning o'qimaganligi uni o'qisa joiz emasligini bildirmaydi. Safar ustida sunnat o'qish yoki o'qimaslikni Hanbali mazhab qaragandek safardagi kishining o'z ixtiyoriga qo'yish balki eng muvofiq qarash bo'lsa kerak. Bu ko'pchilik olimlarning mustahab degan qarashiga mos keladi. Chunki safardagi kishi ba'zida bearam holatda bo'lg'achqa sunnat namoz o'qishda qiynalib qoladi. Ba'zida intayin xotirjam, qo'nalg'u yoki turalg'uga tushgan holatda bo'ladi. Bu chaqda kishi xohlagancha sunnat, nafl namozlarni o'qib, Alloh taologa yaqinlashsa, savob ko'zlasa, buning yo'l ochiq. Haq taolo aytadi: Kimki o'z ixtiyori bilan biror yaxshilik qiladi ekan, Alloh uningga mukofotini berguchidir, hammani bilguchidir. Baqara surasi 158-oyat. Bu masalada ba'zi Hanafi mazhab olimlarining tanlagan qarashimi muvofiq bo'lsa kerak. Ular safar ustida qo'rqinch, andisha va aldirash holatida nafla va sunnat namozlarini o'qimaydi. Xotirjam, bexatar holatda o'qiydi. Chunki nafla, sunnat namozlar farz namozlardagi nuqsonlarni to'liqlaydigan bo'lg'achqa, safardagi kishi nafla, sunnat namozlaridan keladigan savobga o'xshashli muhtoj. Qo'rqinch va andisha holati o'zir holati bo'lg'achqa o'qimasimi bo'ladi deb qaragan. Safarda sunnat namozlarini o'qigan taqdirda 4 rakatlik sunnat namoz qasr qilinmaydi. Chunki bu aslida farz emas, o'z ixtiyori bilan o'qiydigan nafl namoz bo'lg'achqa, ya uni 4 rakat to'liq o'qiydi yoki faqatla o'qimaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 43-numurliq fatvo.